Assalomu alaykum aka ukalar og'ayni jamoa aynalar gruppa podpисаться like'ni bosib podpisatsiyani bosingizlar 500 mingga chiqar inshaalloh. Kecha video chiqargan edik, ba'zan barodarlarimiz tushunmadik degan edi. Shoga yana повтор tushuntirib gapirib o'taylik deyman. Rossiya zakonida agar ba'zan aytadi, menimda ukamda bor deydi, menimda ziloniy karta asan bo'laman deydi. Yo'q og'aynilar. Ata bola, ena bola, xotin bo'ladi, boshqa yo'q. Agar men enemni olib kelsam Moskvaga misol keltiryapman, ziloniy karta olib bersam bo'ladi. Ya atamni olib bersam, olib kelsam bo'ladi, ya ayolim, ya farzandlarim bo'ladi. Aka uka yo'q. Только ata bola, ena bola, xotin. Tamam, bundan boshqa yo'q og'aynilar. Одинцовоga borib jatmangizlar. Agar enalaringizni, ya ayollaringizni, ya farzandlaringizni olib kelsangizlar, to'lka agar 18 ga to'lgan bo'lsa, ya 20 ga to'lgan bo'lsa, ishlamasa agar ziloniy karta qilsangizlar, Saxrovaga keladi. Отпечатка analizlar topshiradi, ziloniy kartani oladi. 3 kunda ziloniy karta to'g'ri bo'ladi. Narxi 22 ming rubl. Sraza 1 yilga registratsiya qiladi, 5 yilga действует qiladi og'aynilar. 5 yil Tojikiston ketmasdan har yil borib Saxrovaga borib analiz topshirib, отпечатка poliz topshirib, qanday topshirsa, ham bo'lsa oldingizda shunday qilib, yana проделить qilib ketaveradi. Og'aynilar, aynalar, gruppa podelitsiya qilingizlar. Ba'zan barodarlarimiz olib kelgan attendiyasini shu yerga patent qilib beraman. Ayga 9 ming, 10 ming to'lab jatmangizlar. Shart emas. Ba'zan ayollar bor shu yerda aka-ukalarimiz va enalarini olib kelgan kampirga qaraydi. Balasining grajdanstvosi bor, bir patent qilgan. To'lamasin. Shu kampir kvartiraga kirmaydi xabar bir. Shu kampirga qarash sidelka deymi? Ziloniy kartani 22 mingga oladi, 1 yilga registratsiyani qiladi, tamom jiraversin. Jonlaringiz omon bo'lsin, o'zlaringizni asrangizlar, aynalar. Hatmen podpisatsiyani bosingizlar, 500 mingdan o'taylik. O'zlaringizni asrangizlar. Assalomu alaykum. Aka qanaysiz? Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi aka? Alhamdulillah. Qanday bo'lyapti aka? Zo'r bo'lyapti. Hozir men terlarni artib tashladik-a. Xudo xolasa. O'zingiz qayerda bo'lasiz aka? Men Surxondaryo. Surxondaryo, O'zbekiston Olg'a. Olg'a. Tojikiston Bapesh. Nasib bo'lsa xijomat qilamizmi yo nima qilamiz? Qilamiz-a? Xijomat qilamiz, xudo xolasa. O'zbekiston, Surxondaryo, Qashqadaryo hamma viloyatiga nima deysiz? Bizga davriya bormi, yo'qmi? Davriya 200% bor. Bemalol kelaversin akaga. Kelaversinlar, inshaalloh, xudo xolasa. Hozir yana hijomatni ham bir nima qilamiz? Video qilamiz, qo'shamiz inshaalloh, xudo xolasa.